2026-yil litsenziyalangan firmada umra safariga bormoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Qayerdan reyslar bor? O'zi 14 kunlik umra safarining ichiga nimalar kiradi degan obunachilarimiz, xudo xolasa videomizni o'tkazib bormaysizlar. Aynan sizlar uchun videomiz bo'ladi. Boshidan bizga like'larni bosib, kanalimizda yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, har kuni sizlarga chiqarib borishga harakat qilamiz. Bugun Abdug'affor aka oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, endi biz obunachilar uchun o'zi 14 kunlik umra safarining ichiga nimalar kiradi, narxlari qancha bo'lyapti aka, ketish qayerdan bo'ladi aka, hammasini bitta qilib tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Kunlardan boshlaymiz bo'lmasam. Toshkentdan reyslarimiz 9-avgust kuni bor, 12-avgust, 15-avgust, 19-avgust, 22-avgust, 26-avgust va 29-avgust kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor. Buni narxini $925 qilib beramiz. Va vodiydan uchaman deydiganlar uchun Farg'ona Madina reyslarimiz 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Madina reysimizning narxini $975 qilib beramiz, xudo xolasa. Namangan Madina reysimiz ham yo'lga qo'yilgan. Uni kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust kunlari Namangan Madina reysimizning narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada ikkita gastitsamiz bor. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar. Samal Misk 800 metr uzoqligi, Darbunyan degan gastitsamiz 2,5 kilometr uzoqligi. Qaysi biri bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Xo'p, avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun, to'lovlarimiz uchun xohlasalar ofislarimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lov qilib, kvitansiyalarni olib ketsalaring bo'laveradi. Ofislarimizning manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yoki bo'lmasam bizga uzoqlik qiladi deydigan bo'lsalaring, shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xo'p, Telegram yoki WhatsAppdan Zagram pasportlaringni tashlab bersalaring, biz sizlarga rasmiy hisob raqam beramiz. O'shanga bank orqali jindekkina xo'p, zakolat sifatida pul tashlab berasizlar. Qolganini aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. Sizlarga qaysi biri to'g'ri kelib, qaysi biri o'zlaring uchun qulay bo'ladigan bo'lsa, shunday qilib to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Hamma yangiliklarni berdik degan umiddamiz, xudo xolasa. Bu kanalimizda endi birinchi marta ko'rishingiz bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, umraga boraman degan tanishingizga jo'natib qo'yinglar. Hikmat Travel'da eng oxirgi yangiliklarni har kuni qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Iloji boricha har kuni video qo'yyapmiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Litsenziyalangan Hikmat Travel bilan birga umra qilinglar inshaalloh. Manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.